Assalomu alaykum do'stlar, bizlar Nukus qalasi Bo'zovul yilati 5-ko'chadamiz. Угловой joy, kelamiz, ko'rgan zatning barlig'i 100% qaladi. Gilemlar deysizmi, usul mebellar deysizmi, barlig'i qaladi. Joyimizda sanuzel bar, ko'rsatamiz. Qo'lingiz tujuvash, ishga qarab kirib ketaverasizmi? Ajoyib rakvina deysizmi? Ariston, ishda tualet, dalada tualet, nasozlar barlig'i bar. Kelamiz, ajoyib joyda ko'rsangiz bo'ladi. 530 milyon aziz dostlar, 530 milyon 6 sotiqli 3 komnatasi bu joqda. İlk qo'shimcha 3 komnatasi var, toza joy. Ko'rsatamiz. Televizorlar qaladimi? Kirgan yerda holi, shayishib o'tirasiz. 1, 2, 3-ko'cha, 3-komnata. Tag'da bu joqda kuxnyasi bormi? Kuxnyasini ko'rsatamiz. Ajoyib. Gazlar deysizmi, kukunli mebellar deysizmi, xolodilniklar deysizmi? Barlig'in taslab ketadimi? Ajoyib. To'q gaz mektep baxshadan hech qanday mashg'ala yo'q. Ventilyator ham qaladi. Birinchi komnatani ko'rsatamiz. Yaxshi, bekka, qimmat baho eshiklardan qo'yilgan, aboylar bosilgan, perdelar, lyustralar, mebellar barlig'in taslab ketadi. Bo'zovul Угловой yerda joylashgan, ko'chaning basi Aq mektep ko'chasindagi 19-joy. Marshrutka minib Arxayn bozorga ketaverasiz. Joyimizda biznes var, ya'ni tandir biznesi var. Kelib, tandir biznesini açsanız ham bo'ladi, bo'lmasa arendaga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu joqda zali bormi? Ajoyib, kengchilik, usul yaxshi televizorlarda barlig'in taslab ketadi. Ko'rib o'tsak, posudasidan chiqib ketaman deb atar. Zali kengchilik, Arxayn 35-40 odamni qo'noq kutsangiz bo'ladi. Kelamiz, asig'amiz tomendagi nomerga xabarlashib, savdolasib olib qolamiz. Usul joyimiz 6 soatga barmay xudo xolasa sotilib ketluv prognozi bormi? Bu joqda 3-komnata. Bolalar komnatasi qilsangiz ham bo'ladi. Угловой yerda joylashgan Aq mektep ko'chasindagi 5-ko'cha Bo'zovul mini. Qo'ng'isqobalar barlig'i zo'r. Kelaveramiz, tomendagi nomerlarga xabarlashib 530 milyon kreditni jumlab kreditga olib qolsangiz ham bo'ladi. Tag'da sırt tarafdagi 3 komnata joyi var, onu ham ko'rsatamiz. Zaborlangan toza joy, 100% barliq zatlar qaladi. Kelamiz, ajoyib joyda ko'rsangiz bo'ladi. Darvozasi var. Bu joqda 2 komnata, ya'ni tandirxonasi var. Gazlari bor, ishlarida tandirlar var. Ko'rsatamiz hozir. Arendaga bersangiz ham bo'ladi, bo'lmasa o'zlaringizdan javob ақша topsangiz ham bo'ladi. Kelamiz, sırt betida eshiklari bor ekan, ish betida. Usunday 6 sotiqli yeri zo'r, qalagan zat eksangiz ko'garadi. Tag'da bu joqda toza 3 komnatasi bor. Qo'shilgan yaqinda endi shifrlab bitirib olsangiz bo'ladi. 530 millionga usul joyda ko'rsangiz bo'ladi. Bo'zovul yilati 5-ko'cha Aq mektep ko'chasindagi 19-joy. Kelamiz, buni proyektlarni ham ko'rsatamiz. Fundamentlar bekka, meni ajoyib zo'r etib ko'rsatilgan. Ko'rib tursiz, ulkan zali bo'ladi bu. Ya'ni Arxayn kengchilikdagi 15-20 odamni qo'noq kutsangiz bo'ladi. Koridor bu joqda 2-komnatda bor. Ishlarni asqay ko'rsatamiz buni. Tag'da 3-komnata. Bu joqda shifrlaw kerak, aynalarni salsangiz sol menen shamalab bitib qoladi. Kelamiz, Bo'zovul Nukus qalasi 5-ko'cha Aq mektep ko'chasindagi 19-joyni ko'rsangiz bo'ladi. 530 milyon qatib qolgan baho emas. Kreditni jumlab kreditga olsangiz bo'ladi. Dalada tualet, ishda tualet barlig'i bor. Kelamiz, 100% zatlar barlig'i qaladi. Cho'pli pul bor. Cho'pli pul yo'q. Proyekt ishlangan, biroq hamma zati tayin deyapti. To'q gaz, mektep baxshadan hech qanday mashg'ala yo'q. Shebin qumlar bor ekan, padarkka qaladi. Bo'zovul 5-ko'chada joylashgan. Arxayn O'rayliq bozorga marshrutka minib ketaverasiz. Kelamiz, tomendagi nomerga xabarlashamiz. Usul joyda kelamiz, savdolashib olib qolsangiz bo'ladi. 530 milyon qatib qolgan baho. Tomenda nomer qoldirib, so'ng xabarlasing. Bizlarni ko'ruvda davom eting.